edi. Mana bizlar ham endi 6 o'tib ketdik. Ota-boladan so'ragan vaqtimizga ham shu gaplarni ko'p aytgan. Hozir aqlni yegan odamdan so'rasang bunaqa narsa farqi yo'q. Aqli idroki yetarli odam juda ta'rif berib Zikrullohni ta'riflaydi, baraka topsin. Zikrulloh tufayli minglab odamlar qazon qaylab turibdi. To'g'risini aytish kerak albatta. To'g'ri. Hamma bittagina she'r bilan Zikrullohni nima qilsam buni ta'rifini yetkiza olmayman. Imkonim boricha kuchim yetganicha 95-yil yanvariga mana shu gapni yozgan ekanman. Mana bundan men salgan ekan, 30 yil bo'lib qolibdi. Nima Zikrullohon? G'o's qishlog'idagi bozorni qurgan Zikrullohon Hasanovga seshanba-yu shanbada bozori bordir G'o'sning. Agar ziyorat etsang mazori bordir G'o'sning. G'avsul Azam ismli sardori bordir G'o'sning. Sharbatga lim to'lgan tokzori bordir G'o'sning. Aytsam ado bo'lmagay izhori bordir G'o'sning. Tijoratchi do'kondor savdogari bisyora, qimirlagan qir oshar bo'lmagan hech xorzora. Elni bilmoqchi bo'lsang bozora boq bozora. El ulusi bozorchi chunon ziyrak hushora. Kitoblarga yozilgan ash'ori bordir G'o'sning. Yigitlar ichra tilla bozor qurdi Zikrulloh. Uni g'arazdan doim panohga olgin Alloh. Zikrulloh qurgan bozor tarixda yakka tanho. Bozorni keng qilmoqchi umidim bor inshaalloh. Zikrullohdek ajoyib shunqor bordir G'o'sning. Valilarning sardori G'avsul Azam xoki bor. Qo'l qovushib azizlar ul kishiga xizmatkor. Kim batohlar bo'lsa G'o'sda bo'lmagay xorzor. Mehmondo'st odamlari hech bir yo'q dilozor. Yashirmoqqa yo'q hojat oshkori bordir G'o'sning. Har go'shada 10 mulla azon aytar azonda. 5 vaqt namoz o'qilar kelsang bunda har onda. Beiymon u dunyoga ketmasin hech bir banda. 7dan 70gacha namozin qilmaskanda. Saharlari uxlamas beydori bordir G'o'sning. Mehmoniga muntazir minglab mehmonxonasi. Shirmoyi non yopadi martigidlar onasi. Quloqqa xush yoqadi Childuxtaron allasi. Childuxtaronda bahor ko'mit tepa chillasi. Quloqqa xush yoqadi shahri zamon allasi. Childuxtaronda bahor ko'mir tepa chillasi. Toshkanboy aytganidek shiori bordir G'o'sning. Rahmat Zamilajon, rahmat. Ey yasha. Sog' bo'ling. Ajoyib, ajoyib. Arziydilar. Mana bu 5 vaqt namozni yozuvdim Abdumajid. Agar allamasa mayli, kirimda bexilmat bo'lsa ham topolsam-da. Xo'p.